Assalamu alaykum teşkilat rehberleri topidagi barliq aziz vatandaşlarım, sebdaşlarım, dindaş qarindaşlarım, büyük Uyghur milletim, yaxshimisizlar? Men vatandaşlar Ablacan Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Aziz vatandaşlarım, yuqorida hurmatlik Asqarjon efendim qisqagina bir yozmasida Avrupa Parlamentining olgan qarori albatta muhim. Ammo biz kutgan milliy yoki irqiy qirg'inchilik degan atalg'u ilinmabdi. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, qancha yaxshi bo'lgan bo'lardi. Inshaalloh bunda qarorlarmi ilinib qolg'isi deb o'zining intayin yo'lliq bir orzusi va taklifini hamda Avrupa Parlamentining hozir chiqargan Xitoylarning millatimizga qarshi elib borgan qirg'inchiligini insoniyatga qarshi qirg'inchilik deb ataganligiga rahmat aytadiganligini bildiribdi. Unda bo'lsa, xalqaro qonunlardagi insoniyatga qarshi jinoyat bilan irqiy qirg'inchilik degan bu atalg'uning farqi nima? Buni bilmagimiz lozim. İnsaniyetga qarshi ishlangan jinoyat degan chig'ida inglizcha bu crime against humanity deb ataladi. Unda bo'lsa crime against humanity qandaq bir ahvol ostida o'ttirg'i qo'yiladi yoki qandaq bir paket va dalil isbotlarga asosan o'ttirg'i qo'yiladi. Crime against humanity ya'ni insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat degan bu jinoyatning definition ya'ni buningki mazmuni nayt ko'plagan insonlarni, intayin ko'plagan odamlarni birli vaqtda ko'plab o'ldirish bu insoniyatga qarshi ilib berilgan jinoyat deb ataladi. Unda bo'lsa genocide deganchi, genocide degan ya'ni irqiy qirg'inchilik deganchi. Bu nayt ko'plagan odamlarni o'ltirdigan, ammo bu o'ltirilgan odamlar ma'lum guruh yoki bir millat yoki bir irq tava bo'lgan. Ya'ni shu jinoyatni ishlaguvchi hukmron sinf yoki kuch yoki hokimiyat ma'lum bir guruh irq yoki millatning ichidagi ko'plagan odamlarni o'ltirgan chig'ida ondan u genocide ya'ni irqiy qirg'inchilik bo'ladi. Unda bo'lsa Avrupa Birligining bu qitim chiqargan qarori xatomi? Yo'q. Menimcha to'g'ri. Chunki biz bu da'voning xarakterini o'zgartirib etdik. Biz dedikki, Sharqiy Turkistonda dedik. Yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar, Qirg'iz qatorliq ko'plagan millatlarni qirib so'lab o'ltirib deb da'vo qilganligimiz uchun bizning o'z og'zimiz bilan degan gapimizga ko'ra Avrupa Birligi Xitoylarning bu Sharqiy Turkistonda yashaydigan ko'plagan millatlarga qarshi elib borgan qirg'inchiligi deb qarab insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat deb bekitdi. Agar biz Xitoy birdan bir biz Uyg'urlarni şu ziminning egisi, şu tuproqning xo'jisi bo'lganligimiz uchun bizni bir millat sifatida yo'qotib, vatanimiz tuprog'ini tamoman o'zining mustamlikasi va assimilyatsiyasiga aylantirib yutib o'tish uchun xalqimiz ustidan, Uyg'ur xalqi ustidan intayin cho'ng qirg'inchilik ilib bordi deb butkul davoni biz shu Uyg'ur millatiga fokus qilgan bo'lsak, u holda bugungi kunlikda bu Avrupa Parlamenti xalqaro qonunlardagi definition yana tushuncha bo'yicha buni bir millatning ichidagi ko'plagan odamlarni qirdi. Uning uchun bular milliy ya'ni irqiy qirg'inchilik genocide ibadi degan qarorni chiqargan bo'ladi. Shuning uchun bizning davomli ta'kidlaydiganimiz
Bulupmu mening mushu Amerikaga chiqqan 25-26 yilningiz to'xtamay ta'kidlaydigan va Amerikada qonun o'qiganligim uchun, xalqaro qonun o'qiganligim uchun men diqqat qilayli. Biz Sharqiy Turkiston ve üyedeki köp milletlik devlet degan sözünü tilga olgan chig'imizda, u holda mana mushundoq masalalarga duch kelgan chig'imizda biz xatolashimiz. Chunki Xitoy komünist hakimiyeti ve cahangirleri, tecavüzçileri üyedeki en çok obyektisi, en çok yokutuş, en çok kırış obyektisini Uygur kılıp atkalığını hemimiz bilimiz. Ama nimiş kudu biz bununla başka milletlerini arlaştırıp bu Uygurlarga elmisaktan tatıp taalluk bo'lgan şu Uygur milletinin onu tupraği, onu ziminini düşman Xitoy tecavüzçi hakimiyetinin bu Uygur milletini yo'qotib etmey turup bu ziminni egallaşning mümkün emasligini bilganligi uchun birinchidan bu zimin Uygurlarga tava emas propagandasını oturup koydu. Kazak, Kırgız, Özbek, Katarlık 12-13 millet yaşaydı. Bu zimin Uygurlarının zimine emas deb teşvik kıldı. Biz mi onunla maslashib, bizning vatanimizning ismi Sharqiy Turkiston, u yerda 12-13 millet yaşaydı. Hatta yaqinda biz taraqqiy qilib Sharqiy Turkiston millati deydigan bir hukmni ko'tarib chiqdik. Xuddi Junhua Minzu degandek. Shuning uchun men bir xalqaro qonunda o'qigan, Amerikada xalqaro qonun o'qib, bu haqda ko'p muloyiza va tahlil tadqiqotlarni olib borgan bir shaxs bo'lish sifatim bilan bu crime against humanity andın bu cultural genocide bu ikkisining o'rtasidagi farqni sizlarga deb qo'yay dedim. Yana bir qatam ta'kidlasam, crime against humanity, yani insoniyatga qarshi jinoyat qandaq vaqtda ishlandi desa, u noit ko'plagan kishilarni, u balkim har xil irqdan, har xil millatdan bo'lishi mumkin. Ularni qirish crime against humanity bo'ldi. Endi bir milletning ichidagi ko'plagan odamni, yani bir irqning ichidagi ko'plagan odamlarni, yani Uygur milletiga tava Uygurlarni qilsa, u holda bu genocide bo'ladi. Yani irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Shuning uchun men buningdagi tashviqotlarimizda bek ve bek astoydil, inchga, sergak bo'lmog'imizni bo'libmi mushta qonuniy masalalarda cho'qim qonun biladigan kishilar bilan oldin so'zlashib, hamma tashkilotlarimiz va shaxslarimizning mana mushundaq masalalarda yanımı ilgirlab taraqqiy qilib xatolashmasligimiz uchun men o'zimning bu ikki hukmni oddiy qilib tushuntirib berish majburiyatim bor deb qarab har qaysingizlarga tushuntirib qo'ydim. Bilib bilmay oldingizlarda oqsoqollik qilib qo'ygan bo'lsam, fikrni ayibga buyurmag'aysizlar. Shu munosabat bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Yaşasın Uyguriston Cumhuriyeti, yaşasın büyük Uygur milletinin ittifaklığı. Köpçülük rahmet.